Shundoq qilib yo'lga chiqdim. Bir yıl qatirab yurib, oxiri pasportimni qo'limga oldim. Bu jarayonda ko'rgan bilganlarimni yozsam, ijtimoiy temadagi bir romanni bitgan bo'ladi. Hayotning men tasavvur qilib boqmagan o'zgacha qatlamlari, zamonning meni qamallab turgan yoshirin qo'llarini menga ko'rsatgandek bo'ldi. Shoir Anvar Nosiri, "Ko'giningdan ko'pdir ko'migining, ko'miganni ko'rasan o'lmigining" degan ekan. Ilm yaxshi, inson tug'ma orzu egisi bo'lib yaralgan ekan. Agar orzu degan narsaning bepoyonligi bo'lmasa, inson bolasi o'zining ko'mishlariga ko'ngan holda qilibdan chiqqan kesakdek qetib yashar ekan. Shukr. Eng mulksiz insonning cheksiz orzulari bo'ladi. Bu orzu uni to'xtovsiz qimirlatib turadi. Eng oddiy insonmi ana shunday qimirlash bilan o'z tarixini yaratadi. Biz uningga cho'ksak, uning ichidan ne narsalarni bayqaymiz. Pasport ko'rinmas bir posil. Hozirgi zamon odamlari bu posilni bo'ylab mangan sari kishilik o'zligini yo'qotib, davlat kimligining xuruchiga aylanib ketadi. U peshonangdagi bir muhrdek hayotdagi cho'ng kichik tanlashlaringga ta'sir ko'rsatib turadi. Pasportni olgandan keyin safar tayyorligi putkichi bo'lgan yarim yil ichida bu ishni hech kimga tinmadim. Bunday qilishni menga zamon kishilarining huy payli o'rgatdi. 1996-yilimi bir qatim pasport ishlatgan edim. Bu jarayonda chet elga chiqish to'g'risida ko'p odamlarga maslahat soldim. Nemishqidi shu qatim qo'limga tegib bo'lgan pasportdan ayrilib qoldim. Men o'z yo'limni topqicha odamlar men xohlamaydigan bir yo'lni oldimga to'g'rilab qo'ygan edi. Men odamlarni shu qadar so'yatdim. Bu barliq mavjudotga o'z ishqini ayovsiz to'kadigan bir shoir bolaning so'ygisi edi. Mening nazarimda inson tabiatning katta asri bo'lish sifati bilan so'yilishi kerak edi. Afsus, odamlar mening so'ygi aqidamga cho'shqi qotini purab turgan topinini tanglashdi. Shoir degan o't, u yenib turmasa o'chib qoladi. Yenib turgan ekan, uni saqlab olmaydi. Kishilar bu o'tga muhtoj turibmi, uningdan hazar aylishadi. O'tning oldi keynida har xil narsalar bor. Uni ulg'aytiradigan ko'mir bilan o'tinmi bor? Uni o'chiradigan o't o'chirish mashinasimi bor? O't xatarlik bo'lishiga qaramay, insonlarning go'zallik haqidagi tasavvurlaridan muhim o'rin olgan. Safar vaqtiga oz qolgan sari o'zimning chet elga, Yaponiyaga chiqadiganligimga shuncha ishonishga boshladim. Bu oy bu kunlarda hamma ishni rasmiy bo'lganda bo'pti demasa, uningdan burun bir narsa demak tas. Ba'zida meni tashvish o'rib oladi. Burunqidek ahvol yuz berib chet elga chiqish orzuyimning ko'pikka aylanishidan andisha qilardim. Tashnoliq va andisha bir-biridan o'rin talishib safar vaqtiga qadar menimni qochib turdi. Ba'zida ichimdagi savdolar vujudimga patmag'ala tasqalatdi. Jahonda o'ylaganlarini to'liq desa qahramon otiladigan joylarmi bor? O'ylaganlarini tindirib yetalasa qahramon bo'ladigan joylarmi bor? Ba'zida men uch-cheki yo'q fikrlarning orasida tunjiqib kelayotgandek his qilardim. Mangadigan kun oxiri yetib keldi. Menish paytida qallamdagi ziddiyatlik holat bag'an sira avjiga chiqib, meni charchitib qo'yg'ala turdi. 2002-yili 6-oyning 25-kuni mening turmushimdagi ko'sh kuni edi.
Men ishlayotgan maktab rahbarligining ijozatini shu kuni mengishdan yarim soat ilgari ola oldim. Men Yaponiyada ilm tahsil qilayotgan ayolimni yo'qlash bahonasida u yana ko'rib kelay degan edim. Ayolim Yaponiyada o'qiyotgan 2 yildan beri uni yo'qlash fursati bo'lmagan edi. U har qitim telefon berganda yarim soat yoki 50 minut atrofida so'zlashardik. Ba'zida uning gap so'zlari normal odamlarning gapiga o'xshamaymi qoladi. U o'zining yolg'izligidan qaqshaydi, xursanddi, yig'laydi. Men tasalli berdim. Kichikkina o'g'lim o'zining sodda gaplari bilan uning hasratini texmi o'rlatadi. Men ayolimga tasalli berish uchun so'z san'atining o'zimga oydin barcha mahoratlarini ishga solatdim. U ba'zida unum beradi, lekin unum bermaydigan vaqtlarim bor edi. Bundaq chaqlarda ilojisiz qoladim. Qandaqdir bir kuch bizning eng aqalli kishilik hissiyotimizni jazolamoqda edi. Ayolim men ishlayotgan maktabning matematika fakultetining kompyuter o'qituvchisi bo'lg'achqa, oilamizning salohiyati maktab rahbarligiga 5 qo'ldak ayon edi. Men ruxsat so'rash iltimosimni maktab partkom shujisining oldiga akirganimda, u pasportni ko'rib baqay dedi. Bundaq talabning bo'ladiganligini o'ylab baxmag'ashqa, pasportimni uyimda qo'yib qo'ygan ekanman. Darhol uyga berib pasportni akaldim va shujiga berdim. Partkom shujisi Yonbaynan apandi pasportni qo'liga elib astoydil bir ko'rib chiqdi-da, ruxsat so'rash iltimosimga imzo qo'ydi. Safarimga oq yo'l tiladi. Men shuji ishxonasidan chiqib maktab mudiri To'lan akaning ishxonasiga kirdim. U menga salomatlik tilash bilan billa chet eldan cho'qim qaytib kelishimni qayta chekiladi. Biz xo'shlashdik. Jongo jamiyatining alohidligi bo'yicha aytganda, mening chet elga chiqishim faqat men safarga chiqishga yarim soat qolganda to'liq qonunlashgan bo'ldi. Uyga kirsam, uydagilar safarning tayyorligini qilib bo'ldi. Bosog'idan chiqishimiz yepiq shaklda ep berildi. Mening safarga chiqishimdan xizmatdashim Oblat Abdurishid Barqi, Şinjan televiziya stansiyasidagi do'stim Abduqayyum Emin xabardor edi. Ular maktabning orqa darvozasi oldidagi Qizil tog' ko'chasiga chiqib, taksidan ishkini to'sib, men turayotgan domning oldiga akirishdi. Yuk taqlarni ko'tarib pastga tushdikda, taksiga joylashdik. Qaynonam, qizim va o'g'lim yuqorqi 2 do'stim bo'lib, 2 taksida poyezd stansiyasiga qarab mangdik. Mashina maktab qorosidan chiqqancha mashina derazasidan sirtqa qaradim. Ko'nglimda menga tonish har bir bino va har bir tub daraxt bilan ko'zim qiymagan holda xo'shlashdim. Nimala degan bilan bu qoroda men yashagan. Zerikkanlarimda bu qorodagi tosh olmalarga, qora yog'ochlarga sukutlik qaragan edim. Bu qorodagi mo'y sipitlar bilan bir 2 eg'iz chaqchaq qilishgan edim. Ular ko'p ishlarni ko'rgan bo'g'ashqa, mening ro'y holatimni osonla sezib oladi. Ularcha chaqchaq reallikdagi ma'nosizlikka taqobil turishning eng yaxshi quroli edi. Ular qo'sqidagi gapni bir-biriga deyishmaydi-yu, turmushdagi ushshaq paranglarda bir-biriga sherik edi. Ular zamonning tobiga yarasha yashashning san'atini yomon emas egillagan edi. Ularning biri ikkisi uchramdikan deb xeyli qaradim. Bir qancha tonish chiroy uchragan bo'ldi. Shu anda darvoza sirtiga chiqibmi bo'ldik. Aslida qo'shnilar bilan xo'shlashqim mo'y sipitlarning duosini og'im bor edi. Ular qo'llarini ko'tarib ochiq oshkora duo qilishammisimi, menga yaxshi tilaklarni tilar bo'g'iydi. Mening ularga salomatlik va baxt tilagim bor edi. Qizim va o'g'lim maktab qorosida yurganlarida ular dadang qani, opang nakatdi deb so'rashadi. Cho'lis takkallarida erkilatibmi qo'yishadi. Ular mening xizmat hayotimning muhim tarkiblaridan edi. Biroq men ular bilan xo'shlashmadim. Maktab qorosidan yepiq bir holatda ayrildim. Bu mening haqiqiy tanlashim emas edi. Balki zamonimizdagi kishilarning mijozini ko'zda tutishdan bo'ldi. Balkim yo'li o'z fochik bo'lsa kerak bir yozuvchi kishilar. Men sizlarni yaxshi ko'ratdim,
agah bo'linglar degan ekan. Men vatanimdan yuz o'rib qechib ketyapmayman. Balki Yaponiyani ko'rib kelgili mengayotaman. Mening safarim qonuniy rasmiyatlarni to'liq o'tash orqasida boshlanmoqda. Lekin men chet elga mong'onligimni kishilarning bilib kelishidan ansirayapman. Mening safarim xatolik emas. Balki normal ish. Lekin men uning qandoqdir bir odam tarafidan to'salg'iga uchrashidan qo'rqaman. Buningdan o'zimga hayron. Jamiyatdan iborat bu murakkab sahnada qonundan o'zga bosh rolchi bormidi? Yo'q deysam texi, bor deysam texi. Xo'shlashish murakkab ruhiy holatni o'ziga yo'shirgan bo'ladi. U ruhning yangi bir faoliyat bo'shligiga o'tish oldidagi tamtirishini, shundaqla kona astiliklarning daftarini vaqtincha yepish vaqtidagi dilg'ullikni o'z ichiga oladi. İnsan öz sabirining qadam bosqichlarini va kelgusini aqliy ravishda o'rinlashtirishga qodirda ko'rinsimi, lekin uni saqlab turayotgan yo'shirin mumkinchiliklarni faraz qilishga ojizlik qiladi. Chunki uning aqli va sezimi hamon cheklik. Shunga bir insonning faoliyati uning aqliga taalluq mazmunlarni hamda aqlning sirtidagi tasodifiyliklarni o'z ichiga oladi. Safar g'alabidanmi derak beradi. Lekin qazo va qadarni o'zidan sirtda qoldirmaydi. Mana bu safar oldidagi murakkab ruhiy hissiyat. Qudrat egasiga bo'lgan tebinish, taqazzo bo'lish va xavfsirashlarning real sababi. Ürümçi poyez istansiyasiga yetib keldik. İstansiyaning kutish zali oldidagi kichikgina maydonda odamlar mig'ildaydi. Kichikgina maydon o'xshamagan shaharlardan kelgan har tabaqa kishilarni bir yerga sig'dab, kishilik dunyosidagi jon biqish halakchiligini pirislab ko'zitayotgandek qiladi. Kishilar har tomon yugurishadi. Ularning ba'zilari kutish zaliga olmon-talmon kirishadi. Ba'zilari kutish zalidan chiqishadi. İşkiridan iş izlab chiqqan madikorlar top-top bo'lishgan holda kuli ko'pillarni bambuk apkash bilan ko'tirishib, qaysidir bir ko'chaga qarab minishadi. To'plashib turishganlarning ichida ishsizlar, g'oyonkashlar, dallallar, ushshoq elib satarlar, hammallar, yanchiqchilar degandeklarning hammasi bor edi. O'ngsili o'sgan holda uyoq-bu yoqqa yugurishib yurgan oddiy kishilar to'pi tartibsiz har uvuziga o'xshab ketadi. Biz yük taqlarimizni taksidan tushirib, maydondagi haykal munorining ostida turdik. Bizni uzatqili chiqayotgan qiyninilarimni kutish kerak edi. Munorga poyez mulozimatchilarining haykali o'rnatilgan edi. Qaynoq suv chaynakini ko'tarishib olgan mulozim qizlar yulduz jilg'isi tarafga tikilib turishadi. Ular go'yo poyezning chiqib kelishiga intizor bo'layotgan mehmondo'st kishilarning simvoli edi. Hamish poyez istansiyasiga chiqqanimda meni qandoqdir bir xotirjamsizlik bosadi. Men notanish kishilardan ehtiyot qilib yuk taqlarimizni bir yerga jo'plab qo'ydimda, bolalarim bilan paranglashdim. Qizim bugun nimishqadir o'ychan edi. O'g'lim bo'lsa hech ish bo'lmagandek kayfiyatda uni buni so'raydi. U go'yo bir pasdan keyin yetib keladigan hijrondan xabarsiz edi. Uning bu holati hem söyümlük hem hasratlik edi.
Odamlarım yetip geldi. Biz yük taqlarını kötürüp kirip kütüş zaliga joylashdik. Tıkma odamlar vokzal eshigiga talpingan holda o'ri-to'pa bo'lib turishadi. Mulozim qizlar kanay orqali tartibni jekilab turadi. Ular yo'lovchilarning besaramjon ansiz turqiga parvo qilibmi ketmaydi. İzzet tuyg'usi ancha kuchli bo'lmagan oddiy yo'lovchilar har qachon ularning ko'z oldida edi. Ularning nazarida shavqin so'ran ichidagi ko'langilar nadindir kelishadi, ham nalakido ketishadi. Yo'lovchilar poyezdga chiqish oldidagi dakki-dukkida o'zidan boshqa kishilarni esidan chiqarib qo'yishgan edi. Bu yerda biri yana birining gapini anglamaydi. Ammo hamma odamning og'zi bekor emas edi. Kishilarning mavjudligi tartibsiz ovoz to'lqinida yemirilib yo'qib ketayotgandek tuyuladi. Men goh do'stlarim bilan paranglashdim, goh bolalarim bilan uni buni deyishatdim. Odam to'lqini ichidagi o'g'limning ko'zlari har tarafda edi. G'alati so'zlashadigan kishilarning ifodalariga qiziqib, ko'zlari olachakman bo'lib ketadi. Vokzalga boradigan rishatkaliq eshik ochilishi bilan odamlar yuk taqlarini ko'tarib sangul-sungul bo'lishgan holda, ular qopqiqi ko'tarib etilgan to'smining suyidek vokzalga tutishadigan xira-shira koridorga qarab oqdi. Bizmo bu iqinning bir mavjiga aylandik. Koridorga ishkirilib 20 metr mengishimizga 2 kun ilgari Urumchidagi Shavshimin bozoridan setib olgan 2 chamadonning birisining choqi chiqib ketdi. Qayninim uni mo'risiga elib ko'tardi. Yana birining tutqichi lingishib qolib, pastdan tutib so'rashga to'g'ri keldi. Aldirashchilikda bundoq ishlar odamning jiniga qo'ymi tegadi. Buni sotgan go'sh yuz xo'jayinning ko'rang abdi ko'z oldimga keldi. Sadag'an ketay iste'molchilarning huquqi dedim ichimda. Poyezdga chiqdik. Yuk taq qo'yadigan yerlarni allaburun boshqalar egilib bo'lgan edi. Bundoq ishlarning qoida tartibimi bo'lmag'achqa surishti qilib bo'lmaydi. Yuk taqlarni aplab-zaplab o'rinlashtirgan bo'ldik. Bu jarayonda qora targa cho'mib ketibdiman. Poyezdning qo'zg'ilishiga ozroq vaqt bor edi. Men pastga tushib do'stlar bilan quchoqlashdim. Farzandlarimni so'ydim. Qaynonalarimga omonlik tiladim. İçimde peyğam bor edi. Lekin uni chandurmaslikka tirishdim. Ayolim onasi bilan quchoqlashib yig'lashdi. Qizimiz va o'g'limizni bag'riga besib esadashdi. Tushangili bo'lmaydigan ig'ir bir kayfiyat ichida qo'zg'alish oldida turgan poyezdga chiqdik. Poyezdmi qo'zg'aldi. Uzatquchilarimizning qo'llari havoda pulanglagan holda qolib qoldi. Bizmi deriza aynikiga yuzimizni yoqqan holda safarga chiqish irodasiga bo'ysungan bir chorasizlikning ochiq alamini tetishga boshladik. Taraqshib ketayotgan poyezdning sur'ati bag'an siri ittiklashga boshladi. Bu qitimliq yo'lovchilar jamoatining a'zosi ekanligimizni endi esimizga elishga boshladik. Ayolim ikkimizning bir-birimizga qarab qo'yishlarimizdan, bolalardan, onamizdan, do'stlardan, ini singillardan xayrlashib, yiroq safarga chiqqanligimiz haqidagi o'rtaq bir e'tirof ma'lum bo'lib turadi. Bu e'tirof so'zilib chiqqan sari ruhimizning qandoqdir bir yerlarini andiktiradi.